Ama shu qo'shni ham yomon jonga tegdi. Endi urush beraman. Ey qo'shni. Sekin hozir. Qo'shni deyapman. Hozir sekin eshitib buzib men sekinroq. Qo'shni 3 yildan beri sizga aytayapman. Tualetingiz sasib bizga. Menga qarang, mana shu tualetda gapirib jonga tegdiringiz. Nima bo'lsa qildim, hamma yo'q qildim. Baribir sasaverarkan ko'nsa, nima qilishim kerak boshqa? Qizimga sovich kelib, mahalliy sassiq mahalla ekan. Xo'p, hamma yo'qni qildim, iloji bo'lmayapti, sasarkanda endi Men sizga hozir yechimini ko'rsataman. Yuring. Mana bizning ham tualetimiz eski tualet, lekin umuman hidi kelmaydi. Nimaga desangiz, tabiiy bakteriyalar yangiligi chiqdi. Bu hech qanaqangi ximikat bo'lmaydi. Ichida 4 dona zavodskiy bo'ladi. Bir donasi, ya'ni 1 kubaga yetadigan bo'ladi. Zavodskiy 4 tasi 200 kubaga yetadi. Buni ishlash tartibi oddiy bo'ladi. Sasi ketgan, bichi ketgan yoki to'lib ketgan shunda tualetga olasiz. Undan tashqari 10 litrli bakalashkani olib turib bitta tashlaysiz 10 litrligini. Iliq suv bo'lishi kerak, 25 gradusda turgan bo'lishi kerak. 10 soat qo'yib qo'yasiz. 10 soatdan keyin shunda olasiz. Tualetingizga olib turib shittatib bitta quyib yuborasiz. Quyib yuborganingizdan keyin ham hidini oladi, ham ya'ni to'lib ketgan tualetingiz pastga qarab tortib yuboradi. Endi mana bunday qo'shnilarda azoblanmaysiz, azoblash xizmatidan qutulasiz. Kimgadir shunaqa bakteriya kerak bo'lsa, narxi bir donasini 50 ming so'm bo'ladi, korobkamizda 4 ta bo'ladi, 200 ming so'm bo'ladi. O'zbekiston bo'ladi, dastlabki va kelishilgan holatda kimgadir qiziq bo'lsa, zakaz berish uchun pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasiz.